Dishot Motoni aziz podpischiklari, aziz yurtdoshlar, mana Dishot Moto do'konimizga hozir yangiliklar kelgan, bitta obzor qilib chiroyli qilib tushuntirib o'taman. Obzorimiz yoqsa bitta like, podpiska qilmaymiz deb umidamiz. Qani ketdik. Aziz yurtdoshlar, mana Dishot Motodagi tovarlarimiz bomba aksiya ketyapti. Aksiyalar e'lon qilindi, narxlar juda pasaydi. Xudo xolasa tomosha qilib boringlar. Obzorimiz yoqsa like va podpiskani ayamasdan banglatib bosinglar. Qani ketdik. Obzor qilishda davom etaman. Xo'sh. Bir boshdan obzor qilib beraman. Yangi kelgan texnikamizni obzor qilib beraman. Xo'sh, bu yangi kelgan texnikamiz pol kabinali, ko'rishingiz mumkin mana. Polni zakrita emas, oldi polni zakrita. Hamma narsasi cho'tki ishlaydi. 3 xil rangda bor. Qora, dark blue va ko'k rangidan bor. Ko'k rangi mana yo'lda turibdi ana. Xo'sh, ishlarni ko'rsataman. Mana bu yoqqa mana bemalol 3 kishi sig'adi. Ko'rishingiz mumkin. Tablolarni o'zgartirdik, tablolarni boshqacha qildik. Xo'sh, magnitofon bor. Xo'sh, telefon qo'yadigan podstavkalari bor. Dvornik ham ishlaydi mana, ko'rishingiz mumkin mana. Dvornik hamma narsasi ishlaydi. Keng head-up display ham bor mana, ishonmasangiz. Head-up display ham bo'lar ekan mana, oynaga ko'rinib turar ekan bemalol. Head-up display desa ham bo'ladi. Xo'sh, bu albatta hazil. Oyna bokovoy oynalari ham cho'tki mana hamma joyi ko'rsatadi. Bemalol ikki tomonni ko'rib, qarab kelsangiz bo'ladi mana. Chiroyli qilib qo'yilgan. Xo'sh, tomlari ham polni zakrita, mana pastgacha polni zakrita oldi. Zavodskoy kelgan, hech qanaqa qo'l bola emas. Yandan tashqari old bu yoqda ham mana oyoqni zashta qiladigani bor. Xo'sh, bu yoq mana bir kishi sig'adi, mana bu yoqimga yana bir kishi sig'adi. Bemalol 3 kishi sig'adi oyoqni, mana bu odamni. Keyin mana bu yoqda stulchasi ham bor, mana ko'rishingiz mumkin. Akkumulyatori 6 dona 68 amperlik. Ya'ni original 68. Xo'sh, ko'rishingiz mumkin mana. Mana bu korobkada 3 ta, bu korobkada 3 ta, 6 dona 68 Mia motor. Mana Firminni bu. Firminni Mia motor. Zavoddan chiqadigan texnika bu. Sexradan chiqadigan arzon texnika emas. Xo'sh, motor Mia gruzovoy, ya'ni karalaniki. Turburchak bo'ladi. Mana prodalarni ham ko'rishingiz mumkin. Alohida chiqqan. Bu gruzovoy bo'ladi. Yukka moslashtirilgan. 4 ta avanzator. Xo'sh, 4 ta resor, mana resorni ham uzunidan qo'yilgan. Prujina, balonlari 500 ga 12. Komplektida zapaska balon bor, kaska bor, damkrat, balon ключ va jileti bor. Xo'sh, bitta zaryadka bilan 70 kilometrdan 100 kilometrgacha yurib beradi. 3 xil rangda bor, qora, dark blue va ko'k rangida. Xo'sh, narxi hozir bo'ladigan narxlarni aytib chiqamiz. Ya'ni bu aksiyaga tushgan narxi, aksiyamiz 1 oy davom etadi. Shu 1 oy davomida shu narx bo'ladi. Bugunchisizlar, xo'sh, nechinchisilar bugun? 25 mi? 26. 26 sentyabr, bu oyning 26 oktyabrgacha shu narxlarda bo'ladi. Obzor kim ko'rayotgan bo'lsa, 26 sentyabrdan 26 oktyabrgacha davom etadi aksiyamiz. Narxlar tushdi, hozir arzonlashtirib qo'ydik. Hali nomer prava bo'lishi aniq emas, hali noaniq. Bu qonunan hali talab unaqa qo'yilmadi, nima deydi unga? Qonun qilib olib chiqarilmadi, prosta gap bor, hali bu narsa aniq emas. Buni ham aytib o'tamiz. Keyin buni narxini 13,5 million oxirgi narx qilib beryapmiz. 13,5 million so'm. Kelaversa Dishot Motoga narxini 13,5 million so'm qilib beramiz. Xuddi shu firmaning Scale Max baland bortini, bunda ham 6 dona 68 amper, Mia motor 1800, ikkalasi bir xil. Faqat u tomlik, bu ochiq baland bort bu. Buni narxini 13 million so'm qilib beramiz. Dishot Motoga kelaverasizlar. Buni bunaqaligi, mana oldida oynasi bor, baland bort, tiyaga. Xo'sh, bunda ham zapaska, kaska, damkrat, balon ключ, jilet shu narsalari bor. Bunda ham 6 dona 68 amper, Mia motori 1800. Bunda ham xuddi shu 1800 Mia motor, bunda ham 1800 Mia motor. Keyingisi bu ham mana bu ham xuddi Scale Max, mana shiroki balon. Ko'rishingiz mumkin, shiroki balon. Mana oldingi obzorlarimizda ko'rsatib o'tganmiz, orqasidan ham ko'rsataman. Mana bu ham
shu narsa 3 xil. Scalemax'da 3 ta pozitsiya bor. 3 ta pozitsiyani obzor qilib beraman sizlarga. Buni ham narxini 13 million so'm qilib beramiz. Shiroki bilan ham 13 million so'm. Dollar tushgan hisobiga hozir narxlarni ham ozgina tushirdik. Xo'sh, mana ko'rishingiz mumkin. Mana semiz balon. Semiz balon. Bunda ham 1800 mAh motor. Akkumulyator 68 amperdan 6 ta. Bunda ham zapaska, kaska, domkrat, balon ключ, jilet bor. Xo'sh. Semiz balon narxi ham 13 million so'm qilib beramiz. Baland bort ham narxini ham 13 million so'm qilib beramiz. Tomlingni 13,5 million so'm qilib beramiz. Dilshod Motoga kelaverasizlar. Narxlar arzonlashib ketdi. Xo'sh. Elektromobillarimiz ham keldi. Elektromobillarimiz endi narxi chiqadi. Xo'sh, mana bu Xudo xolasa ko'k rangidan, boya ko'rsatganim ko'k rangidan. Elektromobil hali tayyor emas. Bu prosa obzorga olish uchun olib chiqdik. Hali tayyor emas. Xudo xolasa 3-4 kunlarda tayyor bo'ladi. Bir dona prosa obzor uchun olib chiqdik bu narsani. Xo'sh, mana buni hozir bitta qarab, mendan yoqib ko'rsatib beraman. Mana power'ning yonishlari ko'rishingiz mumkin. Farasi baland yonadi. Mana. Signallari ham baland. Ko'k rangi bu. Xo'sh, Navigator firmasini so'raganlar bor. Navigator firmasini so'raganlar bor. Agar olganlar, ishlatganlar bo'lsa, bir dona bor. Narxini 15 million so'm qilib beramiz buni. Bu qimmat sifatli firmamiz. Keyin 600 kiloliklarning narxini buni obzor qilganman. 6 ta 58 amperlik, miya motori 1.5 gruzovoy bunda ham. Bunda ham zapaska, kaska, domkrat, balon ключ, jilet bor. 600 kilolikda Scalemax. Buni narxini 11,5 million so'm qilib beramiz. Aksiyaga tushgan bu ham 11,5 milliondan qilib beramiz. Bo'ladigan narxlari. Xo'sh, 6 dona 58 amperlik akkumulyator qo'yilgan, 1.5 miya motor. Keyin mana bu Power firmasidan o'zi 3 dona qolgan. 3 dona qolgan ko'rishingiz mumkin. Ikkala rangda bo'ladi bu, ko'k va mokriy asfalt. Bu ham baland bor. Bunda 6 dona 58 amperlik akkumulyator bor. Miya motori 1800, bu ham gruzovoy. Bunda ham zapaska, kaska, domkrat, balon ключ narsalari bor. Buni 12,5 million so'm qilib beramiz. Dilshod Motoga kelaverasizlar. Narxlar tushib ketdi. Dilshod Motoda aksiya ketyapti. Mana ko'rishingiz mumkin. Keyingi yangiligimiz Laboni narxini ham tushirdik. Labon narxini 28 million so'mdan qilib beramiz. Dilshod Motoga kelaverasizlar. Narxlarimiz arzonlashib ketdi yana. Xo'sh, Labolarimizdan kelgan oldingi obzorlarimizdan qo'yganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, texnikalar serob. Dilshod Moto hamisha narxlarni arzon qiladi. Xudo xolasa yana yangi tovarlarimiz kelyapti. Yangi tovarlarimizni ham obzor qilib beramiz inshaalloh. Hozircha kelgan tovarimiz mana shu qo'l kabinali. Narxini 13,5 million so'm bo'lish qilib beramiz. Dilshod Motoni kanaliga podpiska bo'lmaganlar podpiska bosinglar, like ayamasdan banglatib bosinglar. Biz yangilik qilishda, narx tushirishda ayamaymiz, charchamaymiz. Bilan yana men Dilshod bo'ldim. Hammaning ishiga omad, cho'ntagiga daromad. Musofirda yurgan yurtdoshlarimiz tan joylari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Yurtimizga eson-omon kelishni nasib aylasin. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar.